Hali ertaga hayotmizmi, yo'qmi, Alloh bilguvchi, lekin biz ertan tashvishini chekamiz. Ertangi kunga emas, azizlar, biz bugunimizga javob beramiz. Ertan Alloh bilguvchi. Biling, siz berganingizni oxiratingizga zaxira qilasiz. U sizga asqotadi oxiratda. Qolganiga oxiratda javob berasiz. Har bitta kiyimimizga, uyda kerak emas bo'lib yotgan matohlarimizga, avtomobillarga, uy-joyimizga, boshqa boyliklarimizga hammasiga javob beramiz. Bu axir o'tkinchi dunyo deymiz. Mana shuni yurakdan his qiling. O'tkinchi bo'lgandan so'ng abadiy narsalarga pulingizni tiking. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ihson sadaqa bu go'yoki jannatdagi bir daraxt. Ildizi yerda bo'lsa-da, shoxlari jannatga tutashgan. Kim uning shoxlaridan mahkam ushlasa, albatta jannatga yetgan. Azizlar, mana o'zingiz eshitdingiz. Albatta bu dunyoda o'zimiz qilgan amallarimiz qoladi. O'zimiz bergan shu 5-10 so'm qo'limizda bergan ihsonlarimiz to qiyomatgacha ajr savob boradi. Kelinglar, bu narsa befarq bo'lmaylik. Alloh taolo bugun shu imkoniyatni siz bilan bizga berdi. Shundan foydalanib qolaylik. Oxiratimiz uchun ishlaylik. Bu yolg'on dunyoda bu maishati-yu, o'yin kulgusi-yu hammasi qolib ketadi. Kelinglar, bugun mana shu Al-Hadiya xayriya fondi o'nlagan oilaga uyqu berishni boshladi inshaalloh. Albatta hozir bu 10 ta oilaga biz ikkita chek oldik, ikkita chekka etajni qilib uy beramiz dedik. Akalar, bitta chekni yarim pulini yig'dik, yarmini berdik. Yana pashti 1,5 ta chekni pulini berishimiz kerak. Hozirda imkoniyatlarimiz cheklanyapti. Sababli bittasini olgani majbur bo'lyapmiz. Kelinglar, sizlarga iltimos qilamiz, shu videoni maksimal darajada tarqataylik. Ikkita chekni ham olaylikda 10 ta oilaga birdaniga uy bitirib beraylik. Albatta hozir biz ekranga M-Bank Visa karta nomer, Sberka bank karta nomerlarini qo'yamiz. Visa deyishimizdan sabab Qirg'izistondan, O'zbekistondan, Qozog'iston, Tojikistondan turib ham o'zingiz hissangiz ko'rsangiz bo'ladi. Oxiratingiz uchun shu cho'ntagingizda 5-10 so'm puldan ehson qilsangiz bo'ladi. Inshaalloh to qiyomatgacha shu narsalar ajr savoblari borib tursin akalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oxirgi so'zlaridan biri ummatlarim degan. Kelinglar, bir ummatga befarq bo'lmaylik. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.